Hammaga assalomu alaykum. Vlog olishga qaror qildim. YouTube'dan sizlarga video qo'ymayotgandim. YouTube'ga qaytib kelish, comeback qilishga harakat qilaman. Shuning uchun bugun nima desanglar, hozir Buxoroga uchaman. Buxoroga borishim kerak. G'ijduvon tumanida hokimiyatda master klassimiz bor yoshligi. Keyin ertasiga Samarqandga master klass bor. Unga ketamiz, lekin birinchi Buxoroga hozir borib, keyin qaytib kelamiz Toshkentga. O'rtog'im Elbi bilan ketyapman. Nihoyat qanaqa yo'lda nima bo'ladi hammasini vlog qilib boraman va shu video orqali comeback qilishga harakat qilaman YouTube'ga, keyin ko'proq video kontent olishga. Kuzatib boringlar oxirigacha va orada bilasizlar, ko'p holatlarda vloglarimda o'zim fikrlarimni share qilib boraman. Tam useful insightslarni harakat qilaman aytishga. Qani ketdik. Tamam. Elbe bu bola. Nima o'zingdan yoqib qo'yapsan? Ha? Nimaga o'zingdan formalni yoqib qo'yapsan? Tabiiy bo'l. Kimsan Elbesan? Odammi? Qanday odamsan? Oddiy odam. Qanday oddiy odamsan? Shu el qatori. Oddiy o'rtacha odammiz. O'rtacha odammiz. O'zidan yoqib oldi formallikni. Hozir taksi kutyapmiz. Elbe gref qilyapti taksiga Elbe. To'g'rimi? Xohlasa Azmini yordam bilan gref qilyapti. Bizga keldik. Toshkent milliy emas, Toshkent xalqaro aeroportida mahalliy reyslar uchadigan vokzal. Elbe birinchi marta chiqayotgan ekan, hech qilib yig'lamaysanmi? Yo'q. Qo'rqib qolmish olmaysanmi? Zo'r bo'ladi, naholasi. Navruz olam. Navruz kelibok, Navruz kelibok. Eshitganmisiz o'shani? Navro'z kelibok. Biza keldik. Bizani samolyotimiz mana hop Toshkent Navoiyda 14:40 ga cho'zilibdi. O'zi aslida nechida dedi? 2 soat oldin 12:40 deydi. Nima deb o'ylaysan buni? Biz bu yerda kelib kutib o'tirishimizga aybdor shaxs kim? Men sen deb o'ylayman, sen kech kelding. 10da ko'rishimiz kerak edi, 10:30da keldik. Men kelganim, erta kelganman, baribir turib 2:40 da ketardik. Bilmadim, lekin sen aybdorsan. Xullas, endi kutib o'tiribmiz. Menga bugun 3 kun oldin bitta odam aytdiki, "Ishto men kamerada o'zimdan formalniy odam yo'q olaman ekan, shuning uchun harakat qilaman." Ne formalniy bo'lishga bilmadim, g'alati bo'lyapti. Odatda prosta kamerani olardim, yoqardim. O'zimdan yasab olar ekanman. Shunaqa deb aytishga harakat qilaman, qanaqa bo'lsa. Shunaqa gapirishga, o'zimdan bir nima yasamasdan. Mayli, ko'ramiz. Watch us along. We go to Bukhara and then hold the masterclass and then come back. And then I go to Samarkand tomorrow, another masterclass and come back. Really fully packed days. Juda chiroyli viewda hozir ingliklab turibmiz. Soat necha bo'ldi abi? 1 soatlarda uchib ketamiz. Masalalardan bittasi. Chunki bunaqa katta emas, bizda Silk Avia. Necha soat kutdik? 10:30, yo'q, 11:30da keldikmi? 11:30da keldik, 2:30da ketamiz. Necha soat bo'ladi shunda? 3 soat. 3 soat. Guys, what happened is we got to Bukhara and then we couldn't shoot any videos because I forgot I held a masterclass there. I'll put some videos and then we had a car and now we are on our way back. I'll drop Elbek at Bulungur in his hometown, right Elbek? Yes. Hometown. Yeah, I'll drop Elbek in Bulungur and then I'll go to Tashkent myself. I'll
have a sleep for a few hours, and then back to where, Elbek? Samarqand. Samarkand, Sila. Samarqand Bapesh. Tojikiston Bapesh, Uzbekistan Bapesh. This is what we told in the festival, brother. Hozir keldim. Betimda ko'rib sizlar juda charchadim. Soat 3:40 atrofida. Hozir uxlayman. 2 soatgina uxlasam bo'ladi. 6da turib keyin yana yuvinib chiqib bu qilib poyezdga ketishimiz kerak. Soat 8da poyezdimiz bor Samarqandga. Do'stlar, yaxshi dam olinglar. Kunni davom ettiramiz keyingi kun bilan. Charchadim juda rahmat. Hammaga xayrli tong o'rtoqlar. Bizda soat 7:06. Hozir taksida trainga ketyapman. Uxladim lekin uncha to'yganim yo'q uyquga. Poyezdda ham uxlab ketsam kerak. Shuning uchun kuzatib qo'yinglar. Vlog olyapman. Kuniz ko'chada o'tadi-yu. Chet el necha marta chetga chiqarib tashlagansiz. Biz hozir chiqdik poliglotdan. Hali bo'ldi master-klass. Qaza qildik, bolalarda olov bor ko'zida. Tinch qo'yishmadi, oxirigacha ham oldimizdan ketishmadi. Savollar bilan xursand bo'ldik. Yo'limizni to'sib qo'ydi, hozir chiqdik. Rasmlarga tushib. Men birinchi master-klassman edi. Azbekdan o'rganyapmiz. Qaza qildim, Murodniki zo'r bo'ldi. Endi hozir nima qilamiz endi? Biz ham Samarqandni aylantiradi. Keyin men oldin APga kelganimda Samarqandda bitta Go'sht House degan joyda rosa steak yedik. Hozir yana o'shga ketamiz iftorlikka. Lekin So'likani qilsak bo'ladi. Ha. Debate settle qilsak bo'ladi. Toshkent plov, Samarqand plov deb settle qilsak bo'ladi. Ovqat osh yegim kelyapti hozir. Hozir oshga borsak, navbatda o'lib qolamiz. Steak bosish kerak. O'sha Go'sht House zo'r joy. Go'sht House'ning oldida Marqand osh bor. Agar o'sha yerga borsak, osh kerak emas. Oldindan birov Osh uyda ham yeyveramiz. Go'sht House'ga boramiz, bo'ldi. Go. Taksi ham. Go deydi. Mayli, biz davom etamiz vlogda. Bu qanaqa joy? Go'ramir, ya'ni Amir Temur maqbarasi. Mana bu yerda Amir Temurning ramziy qabri joylashgan. Bu yerdan keyin Registonga o'tamiz. Xastemomga o'xsharkan. Boshqa ayting. Fikrimdan qaytdim, xastemom emas, umuman o'xshamaydi. Qaysi yog'och? Daraxtdir. Osh uchun ishlatgandir. Kalla osilgan. Maybe. Mana shu joyga ketib qolmasin. A lot of tourists. Very beautiful. Juda charchadik ya, Said be juda. Qanchalik charchadingiz, Jamshid? Qancha charchadingiz? Men charchamadim. Endi u Samarqanddan chiqarga charchamaydi. Registonamiz. Mana shu yo'l hozir rasmga tushib olsak, keyin uxlaymiz a. Importni bo'lmish bo'lib yurishada ham uxlab beraman hozir. Yo'q. Iftorga qilamiz. Qayerdadir yotamiz, rasmlarni kunimizga tashlasin. Top universitetga kirgan bolalar ko'chada yotibdi deydi. Qachon kunimizga chiqamiz? Happy. Practicing humility, right? Da. Instagramda turmiz. Al, hurmat sayqachilar, ko'ngilga qalay? Bu qayerga keldik, Murod? Qayerga keldik? Bibixonim masjidi bu. Spesial studentlarim bilan. Siyob bozori. Hozir Shohzindaga tushamiz. Men bo'laman. Ana uyat, mana uyat. Ana hamma nimani bilmaydi. Bu yoqqa kirmaymizmi? Uyat dedi. Bilmagan.
kadrlar olyapman o'zimcha. Chiroyli, chiroyli. Estetik. Government official. En çok güzel diyorsunuz. C'è tanta gente. Allora di qua c'è un bel panorama, se volete. Какой день вы в Самарканде? Let's go, brothers. What is this? Aesthetic videos. Menimcha shu Samarqand namusini narrativ sifatida eng zo'r reprezent qiladigan joy shu. Ya'ni bir narsani bo'lgan, layer bo'lgan. Layerga ajratiladi. Story. Go'sht house bo'yicha feedback beringlar. 50 ming so'mga steak yedik. Birinchi marta ko'rishim shunaqa. Samarqandda yashaydi. Men o'zim o'rgatdim. Endi klient bo'ldim. Go'sht house bitta klient. Hozir biz taksimiz kelishini kutyapmiz. Qalay bo'ldi Samarqandga tushib? Zo'rmi? Endi crazy deganda expectationlarimni meet qila olmadi. Men o'ylagandim Samarqandga kelib turib hamma binolar ancient atmosphere bo'ladi dedim, lekin zo'r joylarga bordik. Shohizinda yo'qda? Shohizinda вообще zo'r ekan. Zo'r, mazun. Sizga Samarqand yoqdimi? Bo'ladi. Nexia legenda. Hozir bizani taksimiz kelsa uyga joyda faqat Kechasi yetib boramiz. kechasi yetib boramiz. Ko'rinib turibdi. Ana yerda ana obed qilaman. Achinamanda, har doim ochib chiqaman. Minchacha burger beraman, minchacha. Ha. Shukriga. KFC'da shunaqa qancha. Xo'p do'stlar, tugatib olay, unda gapirmay turinglar. Bugun hozir qaytamiz, keyin ertaga bir kun yana bitta vlog olamanda, shu 3 kunlik qilib vlog yopib boramiz. Diversity bo'lsin deyapman. Kecha Buxoroga borganimni qo'shuvdim, bugun Samarqandga, ertaga litseyga borganimni qo'shaman. Diversity of daily life bo'lganda bitta bolalar ko'rib hayron qolsin deyapman. Baribir Nexia legenda kunlar yaxshi o'tsin. Ayni hay. O'g'lima, yetib keldim. Juda ham charchadim, ertaga davom etamiz vlogga. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'rtoqlar. Soatimiz biroz kech qolyapman. 9:10 atrofida litseyga boramiz. Endi birinchi pargaga ulgurmadim, ikkinchi pargaga ketaman. Demak, kunimiz davom etadi. Bugun vlog oxir kuni. Bugun ko'rishlar, qayerda nimalar bo'lishini hayotimda ko'rsataman. Birinchi soat, ikkinchi soatingiz tugadi. Hozir katta tanaffus. Hamma o'ynab kulib yashab yuribdi. Xohlaganini qilyapti. Nima qilyapsan? Men rasmiy qilayman. Live universitetasiman. Live today. Bundan keyin yana 2 para bor. Kuzatishda davom etinglar. Chiqdik, soat 3. Ishga kelyapmiz. Yomg'ir yog'yapti. Xo'p do'stlar, hali time-lapse qo'ymoqchi edim, telefon tushib ketib qolib, ya'ni to'g'ri qo'ya olmaganim uchun ishxonamizdan time-lapse qo'ymadim. Shu bizning ishxonamiz, ish joyimiz, bu yerda hozir vaqtinchalik ishlab turibmiz, o'zi podkast studiya. Bu yerda debat bo'yicha ishlarni qildik. Soat 3:30 da yetib kelgan bo'lsak, qanaqa ishlaymiz desanglar, shu 3:30 da litseydan chiqaman, kelib debat bo'yicha ishlashni boshlayman. Biz hozir zo'r ilova ustida ishlayapmiz. U ilova debatlashni o'rgatadi. Texnologiya, как produkt. Software produkt va yaqinda juda katta yangiligimiz bor. Camp qilmoqchimiz, debat camp. Shu bo'yicha ishlayapmiz. Bu bo'yicha shu 3:30 dan 6:30 gacha ishladik. Keyin bolalar bilan iftor qildik. Jamoa bilan birgalikda iftor qilamiz biz. Keyin 6:30 dan keyin yana bir 7-8 gacha ishladik. Hozir 8 dan keyin bilasizlar, Portfolio Accelerator o'quvchilarim bor. Ular bilan ishladim. Mana hozir Ziyoda degan o'quvchi bilan gaplashdik. Uning loyihalari, bitta programma yaplar qolamiz.
va shu bilan kunim hozirga yetyapti. Hozir men shu olgan vlogimni edit qilaman sizlar uchun. Va bitta muhim narsa aytmoqchiman. Mana ko'rdinglar, Buxoro go'shtim, Samarqand go'shtim. Ikkala tripam hammasi fully funded. Mendan umuman xarajat ketmaydi. Endi bunday o'ylab qarasak, buni sababchisi nima bo'lyapti? Bu ilm bo'lyapti. Men o'z masalan shu Oltiariqdan eng bir chekka qishloqdan chiqqan bo'lsam, sizlarga nima aytmoqchiman? Sizlar o'rtoqlar ilm olishdan hech qachon charchamaydi. Ilmga pul tikishdan, ilmga investitsiya qilishdan charchamaydi. Sababi ilm ertagisiga juda ko'p foyda olib keladi. Masalan, meni bir vaqtlar samolyotda uchish orzum bo'lgan, lekin hozir bu juda oddiy holatga aylangan. Xudoga shukr. Buni sababchisi nima bo'ldi? Ilm bo'ldi. Ilm olishdan to'xtamaganimiz Alloh shu bergan ekan, nasib qilgan ekan, ota-onamiz yo'l ko'rsatgan ekan, qildik va bugun shu joyda turibmiz. Bunga siz ham erisha olasiz. Siz bilan oramizda mana farqimiz yo'q. Shu aytmoqchi bo'lgan mesajim edi. Hammalarga vlog oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Ko'proq vloglar chiqishni xohlasanglar, like bosinglar, kommentariyada izohlar yozib qo'yinglar. Telegram, Instagramga obuna bo'linglar. U yoqda ham kontent qo'yib boshqa harakat qilaman va keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha.